Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyede Sadaka diyoruz, Washington'da sözleyimiz. Bugünkü leksiyemizin ahırda muhakeme kılgandık. Tayyip hadiste yeni valdı mı diyen mechul yaki. Mucemel bir fikir bilen muhakeme ayaklaştırgan idik. Endi bugünlerden hazır kelip fikirde oturga çıkan haberlerde birinci aydan başlap Amerika Birleşik Ştatlarından Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti hükümetinin soda söhbet vekiller ömürü söhbet başlaydı oldu. Yani şu ağırlıkta yani nimişler kandak yüz bedi diyende hadise ve siyasi hadisler kartta münasebetler, leksiyelerine bir vatandaşlarına sözlerimiz. Birinci mavzu. Cungo iqtisadi statistikasiga nazar salg'ilib bo'lmaydi. Xi Jinping ishki tashqi qiyinchilikqa bo'g'ildi. Mavzuli xabar 12 ayning 15 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Washington. Jungo istatistika idorasi 12 ayning 14 kuni e'lon qilgan yangi sonliq statistikalik ma'lumot oshkorildi. Jungo'da iste'mol va sanoatning o'sish sur'ati zo'r darajada tushib ketdi. Kutgandimi tuban bo'ldi. Tahlilchilar bunday ko'rsatdi. Bu statistika oshkorildiki, Amerika Jungo savdo urushi ta'siri va bu savdo urushining besimi endi oshkorlanishga boshladi. Yana bir tarafdan Amerika Birleşik Ştatlarının prezidenti Trump vaqt tanlamayı degudak. Jungo'da iqtisodning taraqqiyoti ostilab ketganlikdan Amerika hozir ustunlikka erishdi deb to'xtamay bishorat bermoqda. Prezident Trump shunga bunday ko'rsatdi. Amerika Jungo nayt tez savdo kelishimi imzolashi kerak. Savdo urushining yomon oqibatlari o'tirg'a chiqishga boshladi. Jungo statistik idorasining statistikasiga asoslanganda 11-oyda Jungoning sanoat ishlab chiqarishi 5.4%ga tushib qoldi. Mo'lchardagi 5.9%dan kamayib ketdi. İctimai iste'mol buyumlarining partiyatilish miqdori 8.1% bo'lib, Reuters agentligi tekshirgan mo'lchardagi 8.8dan kamayib ketdi. Tahlilchilar shunday ko'rsatdi. Amerika Jungo savdo urushi Jungo iqtisodiga elib kelgan besim amdilardan oshkorlanishga boshladi. Tahlilchilar bunday hisobladi. Bu bir xil boshlanish. Keyingi ahvol bundan battar bo'ladi. Bundan eg'ir bo'ladi. Prezident Trump Jungo iqtisodi avorchilikka yo'liqdi. Chunki mening sababimdan deb ko'rsatdi. Jungoning statistika idorasi statistika ma'lumotini e'lon qilgandan keyin Amerikaning prezidenti Trump haftaning 5-kuni, ya'ni 13-kuni Twitterda fikr qoldirib, bunday bishorat berdi. Jungoning bu statistikasi allaqachon Amerikaning ustunlikka erishganligini ko'rsatdi. Prezident Trump bunday ko'rsatdi. Jungo atrofli umumyuzlik savdo kelishimi imzolashni umid qildi. Haftaning 4-kuni, ya'ni 12-kuni prezident Fox xabarlari muxbiriga suhbat bayon qilganda bunday ko'rsatdi. Bizning hukumatimizning qo'llangan harakatlari Jungo iqtisodini avorchilikka elib kirdi. Prezident bunday ko'rsatdi. Jungo iqtisodi agar avorchilik kirib qolsa, bu mening sababimdan bo'ldi. O'tganki bir xabarda mushundaq deyilgan edi, u xabarning mavzusi boshqa, bu xabarning mavzusi boshqa. Lekin prezidentning so'zlari statistikaga naql olganda o'xshash. Shuning bir takror bo'lib qoldi deb qaramang, hurmatli vatandoshlar. Taxtga o'tirgandan boshlab eng zo'r xirasga duch keldi. Xi Jinping ichki tashqi qiyinchilikqa bo'g'ildi.
New York Vaqt gazeti 12 ayning 14 kuni e'lon qilgan xabarda mundaq ko'rsatdi. Jungo iqtisodi bir necha oydan beri orqa-orqadan tushib ketdi. Jungoning rahbari Xi Jinping taxtga chiqqandan beri eng zo'r xarajatga duch keldi. Xi Jinping hozir ichki tashqi qiyinchilikqa bo'g'ildi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. İchki jihatda Xi Jinping mushaqqatli tanlashga duch keldi. Masalan, qarzning normasi og'irlashdi. Prezident Trump savdo urushining ilgarilashiga ergishib, ya'ni Xi Jinping Amerikaga yo'l qo'yishga majbur bo'ldi. Buenos Aires suhbatidan keyin Jungo Amerikaga zo'r darajada yo'l qo'yishga boshladi. Ahvol mushundaq taraqqiy qiladigan bo'lsa, Jungo fuqarolari Xi Jinpingga tikilib qarab qoladi. Hükümet hozir Jungo iqtisodining yomonlashgan vaziyatini tekshirishga boshladi. Mayli Jungo qarzning normasi deganda bu tuvanda anglaysizlar. Naila ide, rayonlardan tortib markazgacha. Zada pul ishlatadigan har bir organning bankidan olgan qarzi nazarda tutiladi.